Salom obunachilar, sizlar bilan Richarlison va bugun men bunaqa yerda o'ynayman. Amir chet elga ketganda bugun keldi. Yana bitta sirli joyi bor edi, shunga kalit zakaz qilib ber degandi. Zakaz qildim. Endi Mirni uyiga boramiz. Yana Mirga men bu narsalarimni olib borishim kerak edi. Esimdan chiqib ketibdi. Mana Mirni uyi deb yozib qo'ygan Mir. Qalis Mir. Yaxshi. Kalitni olib keldingmi? Olib keldim. Unda ber. Uyda qolib ketibdi pochtamda. Mana sirli joyi. Tangama. Nega Mir? Mani sirli narsalarim bor, o'zimga kerak. Bo'pti. Mir, men bu narsalarimni olib kelgandim. Pulini qachon berasiz? Bermayman men. Chet elda hamma pulimni ishlatib tashladim. Bo'pti. Unda hisob qo'yaman, pulingiz bor bo'lganda berasiz. Yo'q. Hamma pulingizni chet elga ishlatib tashladingizmi? Lekin men bu yoqqa rosa kirgim kelyapti. Nima deb shuvullayapsan? Hech narsa, bo'pti, men ketdim men. Eshik yum. Do'stlar. Meri uyiga sirli joyini, kalitini berishim kerak. Beraman, keyin mana kalit deb yozib qo'ygan. Keyin sekin tunda sizlarga nima borligini ko'rsataman. Nima? Hech narsa, men kalitni olib keluvdim-da. Yaxshi. So'ndig'imga solib qo'y. Xo'sh. Bo'pti, men ertaga ko'rishamiz. Bo'pti. Boshqa uyingizga qaytib kelmayman. Kelmasang kelma. Mer cho'tta bugun holatida chet eldan kelgandan keyin. Qachon tun bo'lar ekan? Qaralab. Bizda kechagina yangi magazin ochildi. Ketdim. Men bu yoqlarni anaqa qilmabdi-da. Bo'pti. Salom, Samiramisiz? O'z ismingiz chiroyli ekan. Rahmat. Sizni ismingiz nima? Mankir Alisa. Nima olasiz? Bilmayman. Merchi kelganda boshqachadir. Sizga unaqa sezilmadimi? Yo'q, mendan 2-4 to'rt olib ketdi. Uyingizni, do'koningizni obzor qilsam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Juda xursand bo'laman. Xo'sh. Tun bo'ldimi? Samira
chanqab ketgandim. Suvingiz bormi? Ha, bor. Suv tekin. Rahmat. Qani suv? Kitob, taxta blok, meva, sabzavot, olma, baliq, ranglar, tort, kiyimlar. Mana ichimlik. Men bu ikkita oldimda 2000 bo'ladi. 1000 so'm degandingiz. Keyingi safar bersam bo'ladimi? Ha, albatta. Rahmat, bo'pti. To'xta, uyingizni obzor qilmadimi? Ha, mana. Voy, nima bu? Izimrudmi? Nima? Yo'q, hech narsa. Mana chiroyli ekan. Polosi. Mana yotadigan joyi. Nima bu? Izimrudmi? Qani bir olib ko'raychi. Izimrud ekan do'stlar. Bu ekani Samira deganlari. Mana. Nima? Hech narsa. Yana kelib turing. Xo'p, xursand bo'laman. Tun bo'ldimi do'stlar? Merri uyini tezroq ko'rsatmoqchiman. O'zim ham bilmayman nima borligini. Nima bu? Kompot ekan. Endi suv qo'yaman. Endi tort yeyman. Tun bo'lganicha. Qornim to'q ekan. Keyingi safarga endi uxlayman do'stlar. Turdim. Shu tun bo'tgan ekan. Bir doktorxonani ham obzor qiling. Tun bo'lganicha. Qaranglar do'stlar. Bu yoqda palatani yozib qo'ymabdi-yu. Mayli. Mana palatam. Doim kelaman bu yerga. Ovqat yeydigan yerim. Hozir tuzalib ketganman. Ikkinchi palata tualet. Endi ikkinchi etaj. Tun bo'di. Как раз mashinaga paytda mer uxlaydi. Ketdi undan uyga. Qaranglar, tun bo'lsa chiroyli bo'ladi-da. Endi ketdim mer uyiga. Mer uxlabdi. Voy, sekin eshak. Sekin eshak. Deb qo'yamiz. Voy, kal.
Bo'pti, men uyga boshqa qaytib kelmayman. Do'stlar, yerdan boyligini olib ketdi. Tezroq uyga kirib uxlaylik. Do'stlar, chiqib qaytadan kirishga to'g'ri keldi. Kesib yeymiz. Endi kompyuterimni meri ko'rich. Mani boyligim qani? Samira, sen o'zingladingmi? Yo'q, o'g'irlamaydi. Alisa! Do'stlar, meri baqirganini eshitdinglarmi? Zo'r qildi-yu do'stlar, meri. Qaranglar boyligini. Menda ham shunday narsalar bor. Mana anaqa yo'qmidi? Versdagim. Mayli. Hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan men Alisa va Mer bo'ldim. Ko'p video qo'ymaganiga uzr. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar.